Assalomu alaykum azizlar. Mana masjidni tahoratxonasini kataloglarini almashtirishga kelganmiz. Mana gipsakarton bo'lgan. Ya'ni namlik joylarga, oshxonaga qanaqa bo'ladi desa, mana shunaqa holatga kelib qolishi mumkin. Gipsakarton. Ya'ni buni endi to'liq mana devordan devorga natijani pataloq qilib beramiz. Oldin o'rtasi faqat qilingandi. Mana bu yerlardan suv o'taydi. Mana bu joylardan mana bundan suv o'taydi pataloq ichiga. Qo'yganimizda hozir buzish jarayoniga bizlar. Mana buzib buni har bitta jarayon videolarni qo'yib boramiz to bitgunicha. Mana bu yerlardan ham suv o'tib mana shu joylardan ham qo'porilgan. Namlik влажность. Bu yerga tahoratxona. Ularga nam ko'tariladi. Shuni hisobiga mana shunaqa holat bo'lgan. To'liqroq natija qilib beramiz. Hech bo'ladi xudo